maqsad qo'yib, kichik qadamdan boshlab har kuni bitta qadam bosish. Bu juda ham katta rol o'ynaydi rivojlanishga. Bitta bilan kattalashib ketaverasiz. Katta niyatlar qilamiz. Masalan, men shunaqa katta niyatlar qilaman, maqsadlarim juda yirik, lekin kichkinasidan boshlayman har doim, chunki baribir o'zingizni qiynashingiz kerak emas. Narvanga chiqayotganda ham 1, 2, 3 qilib chiqasiz-ku, mana shunday qilib oyog'ingizni cho'zmaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa insonlar ham sekin-sekin qadam, kunli qadam. Har kuniga bitta qadam tashlash kerak. Ana o'shanda rivojlanish bo'ladi. O'sha inson o'zi xohlasagina o'sha narsaga yetisha oladi. Agar xohlamasangiz, siz bahonangiz tayyor, bahona qilaverasiz hamma narsada. Xuddi shunaqa. Misol uchun, o'zingiz ich-ichingizdan xohlamasangiz, yo'q, ana xo'jayinim xohlamayapti, qaynonam xohlamayapti, qaynotam va uyimda anaqa mumkin emas, ruxsat berishmaydi, farzandlarim bor. Shu bizada faqatgina bahona. Agar shu bahonaga tochka qo'yib, bo'ldi, men qilaman, shu narsani men qo'limdan keladi, qilaman desangiz qilasiz. Maqsad qo'yib olgandan keyin inson o'sha maqsadiga yetishga nima qilish kerak? Harakat. Meni birinchi ustozim bu harakat. Agar siz harakat qilsangiz, maqsadingizga yetasiz.